Top 10 eng kuchli Temuriy hukmdorlar. 10-o'rin Abdullatif Mirzo Ulug'bekning o'g'li edi. U qisqa vaqt hukmronlik qilgan bo'lsa ham, Temuriylar tarixida taxt uchun kurashlar bilan nom qoldirdi. 9-o'rin Ulug'davla Mirzo Temuriylar ichki urushlarda mashhur bo'lgan shahzodalardan biri edi. U Hirot va Xuroson uchun uzoq kurash olib bordi. 8-o'rin Sulton Husayn Boyqaro davrida Hirot ilm-fan va san'at markaziga aylandi. Bu davr Temuriylar uyg'onishining eng yorqin davrlaridan biri edi. 7-o'rin Abulqosim Bobur Mirzo parchalanayotgan Temuriylar imperiyasini qayta tiklashga urindi. U Xurosondagi kuchli hukmdorlardan biri edi. 6-o'rin Sulton Muhammad Mirzo Temuriy shahzodalari orasidagi eng faol qalbiy qo'mondonlardan biri edi. U ko'plab yurishlarda qatnashgan edi. 5-o'rin Mirzo Ulug'bek nafaqat hukmdor, balki buyuk olim ham edi. U Samarqanddagi mashhur rasadxonasini qurdirib, astronomiya tarixida iz qoldirdi. 4-o'rin Zaxiriddin Muhammad Bobur Temuriylar avlodi edi. U Hindistonda Boburiylar imperiyasiga asos solib, tarixdagi eng mashhur hukmdorlardan biriga aylandi. 3-o'rin Abu Said Mirzo Temuriylar imperiyasini qayta birlashtirishga muvaffaq bo'lgan hukmdorlardan biri edi. U uzoq yillar davomida Movarounnahr va Xurosonni boshqardi. 2-o'rin Shohrux Mirzo Amir Temurning o'g'li edi. U imperiyani saqlab qolib, savdo, ilm-fan va madaniyat rivojiga katta hissa qo'shdi. 1-o'rin Amir Temur Temuriylar imperiyasi asoschisi edi. U Markaziy Osiyodan Hindistongacha bo'lgan ulkan hududlarni zabt etib, tarixdagi eng buyuk sarkardalardan biriga aylandi. Ushbu video Sohibqiron Legacy va Amir Said Shuhratov kanallari hamkorligida tayyorlandi.